haqiqatda kecha men o'zim yozganda ham bu yoshlarimiz nimaga qodir ekanligi, u jang bo'ldi kecha. Haqiqiy qahramonlik bo'ldi kecha. Millatimizni nimaga qodir ekanligini bilasizlarmi? Odam yuragi shunday sanchib o'tirdiki, endi bolalar endi o'zini shu men Amir Temur qoni bormanda, men o'zbekman deb o'zini shunday Xudo bersin yigit bastiga, bo'yin egmasin hech bandasiga, tik turar hayot zarbasiga, yo'qchilikda tiner. Hiç kim yok, savdo yok, bilmem bu.